Farg'ona shahar Chkalov hududi San'at saroyi yaqinida proyekt asosida qurilgan 8 xona balkonli kottejimiz sotuvga chiqyapti. Aniq lokatsiya Atlas Media Park svetofordan Chkalovga ichkariga 1 kilometrcha kirganda yo'lda bo'yida keladi. Ro'paradan qaraganda chap tarafimiz Muruvvat uyidan kelish, o'ng tarafimiz esa MTS hamda avvalga chiqib ketish. Oldilari keng 3-4 ta mashina sig'adigan maydoni bor, darvozalari pultdan ochiladi yonidan. O'zlari uchun pishig'ichdan mustahkam qilib ko'tarilib, hozirda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Oyoq taylari, stachkalari quyilib, tashqari fasadlari bitkazilgan. Ichkarida ham ancha ishlar qilib qo'yilgan ekan, ularni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonalar planirovkalariga yaxshilab e'tibor berilsa, loyihachi o'z ishini yaxshi bajargani yaqqol seziladi. Gaz, elektr, suv, kanalizatsiya montajlari hammasi ulanib, sanuzellariga kafillari terilgan va tomlariga loylari bosib qo'yilgan holatda. Ushbu xonamiz orqali bino orqa tarafida havo aylanish uchun qilingan shunaqa ochiq zonaga chiqamiz. Katyol ham shu yerga joylashadi, pollariga kafillar bosilib, drenajlari kanalizatsiyaga ulangan. Uchastkamiz maydoni 2,5 sotix bo'lib, binomiz umumiy 8 ta xona, 2 ta sanuzeldan iborat. To'liq to'pli pol qilinib, radiatorlariga trubalari chiqarib ketilgan. Har bir qavatimizda 4 tadan xona va bittadan umumiy sanuzel loyihalashtirilgan. 2 ta oila ham bemalol yashasa bo'ladi. Hovlisida ham yozgi oshxona qilgani va so'rilar qo'yib o'tirgani joylari yetarli. Ajla shu Farg'ona shahar Chkalov hududi yo'lda bo'yida joylashgan 2,5 sotix 8 xona, 2 ta sanuzelga ega kottejimiz uchun shu holatiga 107 ming narx belgilashibdi. Realni olaman degan odamga yana kelishtirib berishar ekan. Pastda nomer qoldiraman, qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.